Ya qo'shni. Hormang. Salomat bo'ling, yaxshimisiz qo'shni? Rahmat, mashinalar qutlug' bo'lsin. Rahmat. Bekor yurmay deb ijaraga oldim. Ha, yaxshi qilibsiz, молодец. Omadingizni bersin. Hop. Qo'shni. Siz restoranda ishlardingiz-a? Ha, restoranda ishlayman. Dastavkalar bor-ku. Hop. O'shani o'zimga aytsangiz, sizdan qanday yordam bo'lardi? Ha, bo'ldi. Nomeringiz bor-ku. Telefon qilaman, bugundan ish boshlayverasiz. Rahmat qo'shni, rahmat. Hormang qo'shni. Tayyor bo'ldimi? Ha, charchamayapsizmi? Ha, tayyor bo'ldi. 185 ming edi. Ha, 185 ming. Sog' bo'ling, rahmat. Chekini yopishtirib qo'ydim, berishi sizdan chiqmasin, ha? Xo'p. Qanaqa chek? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zakazlarni olib kelgan. 285 ming bo'ldi aka. Necha qimmat? 245 ming ovqatlaring, 40 ming dastavka xizmati. Rashod qo'yarsiz, boshqa zakazlarga ham yurishim kerak. Allo, assalomu alaykum, eshitaman. Aka, sizlarda narxlar oshib qolganmi? Yo'q, narxlarimiz hali ham o'sha. Boya sizlardan ovqat zakaz qilgan edim. Shuni narxini bilib bering. Hozir. Tak, 185 ming bo'lgan aka. Mendan taksi 245 ming pul oldi. Bundan tashqari xizmatiga ham 40 ming so'm pul oldi. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. U 185 ming berib olib chiqib ketdi. Chekilgan paketga yopishtirib qo'yganmiz-ku. Menga chekam berishmadi-yu. Hamma aka, rahmat. Sog' bo'ling. Ha, sosed. Ya, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nimaga bu ish paytida? Qalay bo'lyapti ishlar? Yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Siz bilan ish boshlaganimdan beri ancha soqqa orttirib oldim. Ha, yaxshi, молодец. 2-3 ta joylar boylab olganman. Gul magazin, pizza, oziq-ovqat. Olaman, klientga olib boraman. Ustiga 90 ming, 60 ming, 100 ming qo'yib aytaman. G'iring demasdan shaqillab sanab berishaveradi. Assalomu alaykum aka. Mana zakazingiz. Nech pul bo'ldi? 550 ming so'm bo'ldi. Qancha bo'ldi aka? 320 ming bo'ldi aka. Vijdonni ham yeb qo'ygan ekansiz-da, qo'shni. Hozir? Alo. Onas. Nima? Qanaqasiga o'nadi? Bo'ldi, hozir boraman. Nima gap, qo'shni tinchlikmish qilib? Uyim yonyapti ekan, uyim. Bo'pti. Birovni haqqi baribir teshib chiqadi-da. Yemoqni, qusmog'i ham bor bir kun.